Qasiga ham ko'rsatishimiz mumkin mana. Mayda mikroelementlar bor. Bugun mana agro ishonchda xlorella to'g'risida ko'plab berilgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Hozir birinchi navbatda ekin dalasiga kelganmiz. Ekin dalada ekish jarayonlarini ko'rsatyapmiz. Hozirda boshlangan, ekilyapti. Birinchi qiladigan ishimiz xlorella mahsulotimizni chayqab olamiz. Mana va ochamiz buni. Xo'p, ketdi. Bu plombalangan, plombasini buzamiz. Mana ichida hozir o'sha organik mahsulotimiz chiqib keladi. Xo'sh, yam-yashil mana. Ishlatilishi apriskivitelь yoki katta bochkamiz bo'lishi mumkin. Tavsiya etamiz mana bu apriskivitellar bilan bunga ichida suvga aralashtirib 1 gektar uchun 300 kilo o'rtacha ekilgan joyda 3 litr mana bundan qo'shishimiz kerak. 30 litr suvga, ya'ni 2 zapravkaga 1,5 litrdan 3 litr suv xlorellamizni aralashtirsak 300 litrga o'rtacha namlashga yetadi. 1-2 soat ichida quriydi birdaniga. Eslatib o'tamiz, ertalab yoki kechqurungi holatlarda tavsiya etiladi. Ayni quyoshda doralash uchun tavsiya etilmaydi. Mana bunaqasiga ham ko'rsatishimiz mumkin mana. Mayda mikroelementlar bor, hammasi ichida mana. To'la vitamin, bemalol mana ishlatishga zo'r. Endi buni apriskivitelimizga qo'yib olamizda. Birinchi etapimiz bu. Eslatib o'tib ketamiz, urug'ni dorilaganda. Yaxshilab aralashtirib olib, mana aralashtirilgan holatda o'sha suv bilan birlashib ketadi-da, mana sepish boshlaymiz mana. Mayin qilib sepib boraveramiz. O'rtada bitta aralashtirib, shuni cho'miltirib chiqsak 1 soatga qolmasdan quriydi. Ana undan keyin ekib boraveramiz mana. Aytib o'tamiz, tarkibi kaliy, kalsiy, fosfor, omega, aminokislotalar, vitaminlar, A, B, C, E vitaminlar, butun vitaminlarga boy mahsulot. Asosiysi tabiiy. Hech qanaqa ximiya, unaqa narsa aralashmagan. Ana shunaqa qilib berilaveradi. Bunga nimaga yordam beradi? Yana aytib o'tib ketamiz. Yordam berishi ekinda bexato chiqishiga, suvsizlikka chidamliligiga asosiylaridan, har xil stresslarga chidamli bo'ladi. Tomirlari baquvvat bo'lib hosil beradi. Ikkinchi etapi esa 5-10 sm bo'lganda 1 litr xlorellaga 100 litr suvni aralashtirib gektariga ishlataveramiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, bizga kommentariyalarga yozib qoldiring yoki ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Yanada sizga batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Agro ishonch eng ishonchli tanlov.